Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz. Bugun Shagay ishidamiz, xudo xolasa. Hozir bir qator tafsilotini shu biratlarimiz shuda qarolsiz anga. Qarab. Qani buni bir tafsilotini aytib o'tsangiz buni. Bu nechanchi yil kelgan? Meni eshitishim bo'yicha O'rta Osiyoga 2 dona kelgan dedi buni. Tushundingmi? Bu asli mustaqillik boshlangandan keyin yig'ib kelib ishga tushgan. Ko'p vaqt ishlagan, ko'p xizmat etgan bu. Adı Shagay ishi. Rosa uzilgani bilan hozircha to'xtatdik. Mana no tros uzilganmi? Ha. Buni uzunligi necha endi buni balandini? 70 metr bo'lishi kerak strelaning uzunligi. 70 metr. Trosini qalinligine qaradi. Adamni bilagindi bar ekanligi buni balandligine qarang. Kapchasini kattaligi. Menimcha bir kamozni dolduradi buni kapchasang toprakdan. Ha, bu hang zilni dolduradi. Bu boğanı tokda işliydi axı. Başka narsada işlemiydi. Benzin, metan, saralki. Ana zincirlerini irlikine qarang. Kattasi u yoqda. Bu kichkinasi. Kattasi bor, borib tushib. Bu manzaraya qarang, yurtdoshlarimiz chiroyina qarang bu manzarani. Bundan ham katta kapchasi bor dedi, kamoz bo'ladi dedi. Hozir uni tushirib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Kanallara abone bo'lib qo'yamiz. Ava. Xizmatlarni qadrlab bir like bosib qo'yamiz. Chiroyli komment berib turganingizdek, sizlarga shunday yangiliklar yetkazib borishda davom qilamiz. Xudo xolasa, yurtdoshlarimizga bir yana bir ne bo'lsin, bir energiya, bir atmosfera bo'lsin deb keldik yine syomkaga. Motivatsiya ver, motivatsiya. Ava. Ha. Bir ko'rib xursand bo'lib o'tirsin. Yosh katta otaxonlarimiz bor, avval ko'rganlar-ku. Ava. Yana ham ko'rsalar bir xursand bo'ladi. Shuni o'zlari sabablar bilan kelolmay qolgan bo'lishi mumkin, xastalanib qolgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa yosh o'tgandan keyin odam bir ko'p yerga chiqishdan aytadi. Uyda o'tirib bemalol ko'rsalar shuni nur ustuna ala nur. Ro'za Ramazon oyi. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat, Hamdonbek, sog' bo'lasizlar. Sog' bo'ling.